Assalomu alaykum hammaga. CapCut'ning imkoniyatlaridan foydalanib, premium montaj qilish nomli birinchi video darsigimizga xush kelibsizlar. O'zim haqimda qisqacha tanishtiradigan bo'lsam, ismim Saidxon, media sohasida deyarli 2 yil yaqin tajribaga egaman. Va shu kungacha mobilografiya, content marketing, shaxsiy brendni rivojlantirish, targeting sohalarida ishlab kelganman. Bu video darsliklarni tayyorlashdan asosiy maqsadim mana shu sohaga qiziqadigan, shu sohaga aloqasi bor bo'lgan insonlar uchun foydali va manfaatli bo'lishligini xohladim. Ularni videolarini premium ko'rinishga olib kelishlik uchun qanaqangi instrumentlardan foydalanish mumkin, qanaqangi CapCut'dan foydalanib chiroyli videolar, ya'ni premium ko'rinishdagi videolarni tayyorlash mumkinligini ko'rsatib bermoqchiman. Va bonusiga sizlarga bitta video montaj qanaqa qilib noldan chiroyli professional ko'rinishga keltirish mumkin bo'lgan videoda razbora va tayyorlash usulini ko'rib chiqamiz. Unday bo'lsa, CapCut'dan foydalanib o'zim tayyorlagan videolardan qisqacha sizlarga ko'rsataman. Inspektor nazoratidan o'tdim. Hujjatlarni tayyorlash ko'p vaqt olyapti. Inspektor tekshiruv oldidan xavotir yuqori. Sizga eng to'g'ri yechim. Men Shahboz Tursunov, JXP mutaxassisiman. 2024-yilda 150 dan ortiq dorixonalarga GPP sertifikatini olishda yordam berdim. Barchasi inspektor nazoratidan muvaffaqiyatli o'tdi. Sizdan ortiqcha muammolarsiz sertifikat olishni istasangiz, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Bu birinchi tipdagi videolarimizdan biri. Albatta asosan birol video orqali ana shu sohaga oid bo'lgan odamlarni hissiyotini ko'rsatib berish va tekstlar orqali ularni ya'ni video vizualini chiroyli ko'rsatish. Aslida tekstlardan foydalanish ikki xil maqsadda foydalanishligi mumkin. Ya'ni birinchi usulda vizualni yaxshilash, chiroyli ko'rinishga olib kelish uchun. Ikkinchisi bo'lsa hamada har xil vaziyat bo'ladi. Ya'ni kimdir tekstlar orqali videoda ko'rishni yaxshi ko'radi, ovozi ochiq ko'rilgan holatda. Mana shular orqali videoda mazmunli ifodalab berilgan. Undan keyingi videoda sizlarga ko'rsataman. O'zbekiston mahsulotlarini sindirib kirishi, O'zbekiston hududini Xitoy tovarlari bosib olishini asosiy sababi O'zbekistonda tikuvchilik ishlab chiqarishga raqobat kamligi. Raqobat bor joyda sifat o'sadi, narx tushadi. Shuni hisobiga ham Xitoyni eng sifati past bo'lgan tovari ham O'zbekistonni sifatli tovarini sindirib qo'ydi. Videoda ko'rdilaring, videoda deyarli subtitrlardan foydalanilmagan, lekin birol videolar orqali, tayyor videolar, ma'nosini ifodalab beruvchi videolar orqali videoni boyitilgan vizualini. Xo'p, unda sizlar bilan birinchi videomizni razborini boshladik. Agarda siz distributsiya bilan shug'ullansangiz, bu videoda oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Bozorda 13 yillik tajribaga ega Xitoydan bevosita choy olib kelib qadoqlovchi Monan choy qadoqlash fabrikasi O'zbekistondagi yirik distributsiya bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarni hamkorlikka taklif qiladi. Agarda sizdan mahsulot turingizni kengaytirishda va u orqali daromadingizni oshirishni xohlasangiz, sizda juda zo'r imkoniyat turibdi. Viloyatingizda birinchi qo'l distributor bo'lishingiz mumkin. Pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tib, telefon raqamingizni qoldiring, o'zimiz sizga aloqaga chiqib, hamkorlik shartlari haqida batafsil ma'lumot beramiz. Xo'p. Ko'rib turibsizlar, distributorlarni topishlik mavzusidagi videomiz. Bo'lmasa boshladik. Birinchi nima qilingan? Tekst orqali hook. Agarda siz distributor bilan shug'ullansangiz, bu videoda oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Ko'rib turibsizlar, bitta ikkita dona tekst yozganman va buni ichiga hamma narsa kiritilgan. Lekin animatsiyasi o'sha hammasi bir xilda ketgan, shriftlari har xil ketyapti. Qanaqa qilib shriftlarni bitta tekstda ichida har xil qilishlik mumkin? Buni sizlar bilan ko'rib chiqamiz, o'rgataman buni videoda oxirida faqat. Undan keyingi ishimiz bozorda 13 yillik tajribaga ega. Mana shu yerda ko'rib turibsizlar, bitta ham tekstlar orqali animatsiya berilgan. Birinchi bozorda so'zimizga kulish orqali ikkita kulish berilgan. Undan tagidagi 13 yillik tajribaga ega deyilgan mazmunidagi tekstimizga bo'lsa animatsiyadan foydalangan. Qaysi animatsiyadan foydalanganligini hozir ko'rsatib beraman sizlarga. Rus tilida bilmadim, lekin ingliz tilida, ya'ni mana shu animatsiya. Sunrise deyiladimi? Talaffuzim uchun kechirasizlar. Mana shu animatsiyadan foydalangan ekanman. Interfeys o'zi aslida rus tilida edi. Shuning uchun xafa bo'lmaysizlar. Tajribaga ega ketdi mana. Bu joyda nima bo'ldi? Tekstlar o'chirildi mana. Xitoydan choy olib kelib qadoqlovchi deyilyapti mana. Mana bu yerda 3 xil element ishlatgan ekanman.
Birinchisi fon. Bu fon, ko'rib turibsizlar. Undan keyin mana bu elementimiz. Buni ham dunyo xaritasini chizib beradigan sayt bor edi. Mana shunaqa orqali, ya'ni birinchi nuqtadan ikkinchi nuqtagacha ko'chayotganini, samolyot uchayotganini chizib beradigan sayt bor edi. Bu orqali nima qilganmiz. Bundan keyingisi mana bu yerda mayda katakcha turibdi. Mana shu narsa, mana bu narsa orqali, ya'ni bu ham PNG narsa, buni skleyka orqali tayyorlaganman. Mana ko'rib turibsizlar. O'z aslida buni normal holati mana bunaqa. Normal holati bunaqa. Men buni mana bu yerda mana shunaqa holatga olib kelganman. Bu effekt sifatida beradi, ya'ni effekt sifatini beradi. Hop. Motion harakatiga o'xshayapti. Menimcha bu chiroyli chiqqan. Undan keyingisi bizda sariq soyali fon. Sariq soyali fonda nima bo'lgan? Ko'ryapsizlar, tepadan tushyapti, yonga yoyilib ketyapti. Bu narsa qanday qilingan? Bu narsa maska orqali yaratilgan. Hop, ko'rib turibsizlar, maska. Kulishlar berilgan. Birinchi tochkada qanaqa holatdaligi ko'rinyapti. Mana birinchi o'zi aslida ingichka bo'lib turib, ikkinchi tochkaga tushayotganda yo'g'onlashib ketyapti. Undan keyingi uchinchi tochkaga o'tayotganda bo'lsa, ochib yuborilgan. Buni biz yopib qo'yishimiz ham mumkin mana bunaqa holatda, lekin biz bunaqa qilmaymiz. To'g'ri holatda ishlatamiz. Hop, choy. Hop, aytaylik, tekstlar bilan ketyapti mana. Ko'pchilik mana shu pastdan tepaga chiqish effekti bor. Buni nomini bilmaydi. Bu birinchidagi videodagi, o'sha videoda boshidagi animatsiya bo'lmasligi kerak. Bu men hozir ko'rsatib beraman. Hop, mana slide up deyilar ekan. Yuqoriga slide, ya'ni o'tkazish, yuqoriga o'tkazish. Choy qadoqlash. Hop, batta. Nimalar bo'lyapti? Mana shu narsani choy so'zini alohida chiqarishim mumkin edi. Qadoqlash so'zini alohida chiqarishim mumkin edi. Eshitamiz, ko'radilar. Mondan choy qadoqlash fabrikasi. Bu so'zlar bir-biriga kechikib chiqyapti, o'rnida chiqmayapti. Mondan choy qadoqlash fabrikasi. Choy qadoqlash. Mana qadoqlash. Qadoqlash degani chiqmayapti-da, lekin o'sha fabrikasi deyilayotgan joyda mana birga chiqib kelishyapti. Bu narsa videoda tezlashtirilgan holatda emas, xotirjam holatda qilinayotganligini bildirib beradi. Undan keyingisi, O'zbekiston xaritasi, O'zbekistondagi yirik distributsiya bilan shug'ullanadigan ma'nodagi joyi. Eshitamiz. O'zbekistondagi yirik distributsiya bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarni hamkorlikka taklif qiladi. Bu videolarda, bu PNG'larda kimdir biladi, bu adashmasam Vektor o'yinidagi PNG rasmlar. Buni men Telegram gruppamga tashlab qo'yaman. Hatto o'tib foydalansalaring bo'ladi. Hop, mana bu tekst animatsiyasiga e'tibor beringlar. Hamkorlikka taklif qiladi. Bu narsa Apple animatsiyasi ham deyishadi, ya'ni o'sha Apple'da videolarda bitta yozuvda o'sha har bitta so'zma-so'z chiqib kelishi. Buni tayyorlash uchun aslida Light Motion'dan foydalanishingiz kerak bo'ladi yoki bo'lmasa kompyuterda After yoki bo'lmasa Premiere Pro'dan foydalanishingiz kerak. Lekin buni xuddi o'sha Slide Up animatsiyasi orqali bir xil liniyaga terish orqali har bitta so'zni chiqarishingiz mumkin. Ko'ramiz. Xuddi o'sha aytganimdek Slide Up bitta joyda turibdi, hamma tekst bitta liniyaga terilgan, taklif qiladi. Va undan keyingisi mana shu PNG chiqib kelyapti. Bu PNG ga qanaqa animatsiya berilgan? Ko'rib turibsizlar, birinchi nuqta pastda turibdi. Mana ikkinchi nuqta o'zi chiqib kelyapti. Nimaga misol uchun mana shu yerda o'zi chiqib qo'ymadi, mana kecha chiqib kelyapti. Xuddi aytganimdek, videoda har bir gapirilgan joyda nimadir chiqib turishi shart emas. So'z gapirilyaptimi? Mana shu narsani ifodalovchi mahsulotingizni, mana instrumentingizni o'sha gap tugagunigacha chiqarib qo'ysangiz bo'laveradi aslida.
degan tadbirkorlarni hamkorlikka taklif qiladi. Agarda siz ko'rdingiz, hop bundan keyingi joyini tashlab o'tib ketib oldik. Nima ketgan bu yerda? Orqa tomonda ko'k fon. Bu oddiy fon mana. Ko'rishingiz uchun. Joyiga qaytaramiz. Bu oddiy ko'k fon, batda undan keyin soya bor. Soyaga kulishlar berganmiz. Soya ko'ra e'tibor berayotgan bo'lsalar, harakatlanyapti. Ya'ni o'ng tomonga, mendan o'ng tomonga harakat qilyapti. Bu harakat bo'layotgan paytda mana bu yerda qizil liniya chiqib kelyapti. Xuddi birinchi joyda sariq soyali fonda qilingan animatsiya, ya'ni o'sha naложение orqali, liniya orqali mana shu narsa chiqarilgan. A tochkasi belgilangan, B tochkasiga mana shu holatga mana shu joygacha chiqib, kengayib ketishligi belgilangan. Mana ko'rib turibsizlar, ko'rsataman. A tochka mana yerda kelayotgan bo'lsa, birinchi tochkasi, undan keyingi ikkinchi tochka уже mana shu yerda tugatdi. Undan keyingi tochkasida kengayapti. Buni ochilyapti. Mana shuni sizlar qiladigan bo'lsalaring, hozir konkretni ko'rsatib beraman sizlarga. Maskada qanday kelgan bu joyi? Mana. E'tibor beryapsizlarmi? Liniya bir xilda turibdi, ikkinchi tochka chiqyapti mana. Mana shu joygacha bir xilda chiqdi. Undan keyingi tochkada ochilyapti. Birdaniga ochib chiqarib olishlik mumkin edi, lekin nima bunaqa qilinmagan. Sababi videoda motion harakatlarini ko'paytirishlik uchun. Hamkorlikka taklif qiladi. Uje bu videomizni joyi tugadi. Endi mana shu joyga o'tib ketib qolyapmiz yana. O'zbekiston xaritasi bitta nima bo'lyapti? O'zbekiston xaritasini YouTube'dan topganman. Bu atrof va boshqacha fonda aslida hozir ko'rsatish iloji bo'lsa ko'rsataman. Ko'rib turibsizlar, oppoq fonda bo'lgan bu narsa. Hop, oppoq fonda bo'lgan. Biz buni chroma key orqali mana shu oppoq fonni o'zini olib tashlaganmiz mana. Oppoq fonni olib tashlaganimizda chegaralarda o'zi qolgan, bizga mana shu narsa foyda bergan. Mana. Undan keyingi qismini aytyapmiz, harakat beryapmiz. Hop, videoda ovozni eshitaylik birinchi. Fabrikasi O'zbekistondagi yirik distributsiya bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarda e'tibor bergan bo'lsalaring, videoda ovozi ketyapti. O'zbekistondagi deyilyapti, yirik distributsiya bilan shug'ullanadigan. Bitta viloyatlarda ko'rsatish bo'lgan maqsad mana. Birinchi viloyat bo'lib, mana shu Toshkent kelyapti. Undan keyingisi bo'lsa, hop, Samarqand. Undan keyingisi Samarqand bo'lyapti. Uje keyingi kadr o'tib ketyapti. Har bitta 12 ta viloyatni ko'rsatib yuborish ham mumkin edi, lekin biz o'zimizda bor mahsulotni mana shu orqali ko'rsatganmiz. Ustidagi soyaga nima bo'lyapti? Soya nima adambaqa yuribdi degan bo'lsa-ham, bu ham bu soyani u tomondan bu tomonga jildirish, ya'ni har bitta xarita billa jilganda orqa tomoni ham billa jilganligini ko'rsatib berishdagi narsa. Buni qanday tushuntirishligi mumkin? Mana e'tibor berayotgan bo'lsalaring, mana O'zbekiston xaritasi kichrayapti mana bu yerda. Orqa tomondagi soya ham kichrayapti mana. Billa. Ko'rayotgan bo'lsalaring, mana billa hamma yo'q. Bu tochkada mana bu yergacha kichrayadi. Undan keyingi tochkada mana bu O'zbekiston xaritasi mana bu joyga keldi. Mana bu tomonga yuryapti, soya ham bu tomonga billa yuryapti. Yurayotganda qarama-qarshi tomondan qizil liniyaga chiqib kelyapti. Bu o'sha mana shu motion harakatini qo'shib beryapti. Hamkorlikka taklif qiladi. Agarda sizdan mahsulot turingizni kengaytirish. Undan keyingi fonimiz ko'k fon. Hop, joyida turibdi, qaytadan nimadir bo'lib chiqib qolgani yo'q, shunchaki o'tyapti. Agarda sizdan mahsulot turingizni kengaytirishda va u orqali daromadingizni oshirishni xohlasangiz, sizda juda zo'r imkon. Hop, o'tib ketib qoldik mana. Agarda sizdan mahsulot turingizni kengaytirishni xohlasangiz deganda mahsulotlarni rasmi chiqarib berilyapti, boshqa hech narsa chiqarilgani yo'q, tekstdan boshqa. Mana shu narsalarga e'tibor beringlar. Hop, agarda mana shu videoda aytaylik, videoda tushayotgan odam juda ham yaxshi chiqqan bo'lsa, shunday qolgani ham ma'qul. Suxoy holatda gapirishi ham yaxshi. Lekin yaxshi chiqmagan bo'lsa, o'ziga yoqmasa bu narsa, uni ustini mana shunaqa narsa bilan to'sib qo'ysangiz bo'ladi. Undan keyingi etapga o'tdik. Binafsha rangdagi nimalardi? PNG rasm. Kataklari katta ko'rinyapti. Bu ham mana shu holatda orqaga qaytyapti.
orqaga qaytayotganda mana bu tepadagi vektor pnglar ham orqaga qaytyapti. Nimaga orqaga qaytyapti? Birga motion harakatini hosil qilishligi uchun. Mahsulot ikkita narsani bir-biriga biriktirib qo'yilsa, birdaniga tortilsa, hammasi birdaniga qimirlagan singari mana shu narsalarni bitta berilyapti. Buni qanaqa qilib berilyapti desa, tochka orqali berilyapti. Ko'rishlar mumkin. Birinchi tochka kattalashgan holatda mana bu yashil ko'k liniya buni kattalashtirilganligini bildiradi. O'sha orqaga qaytyapti. Bu o'zining holatiga keldi. Endi bun bilan mana shu pulni tushayotgan joyi videosi. Bu green screen video. Bu ham xuddi holat mana shu holatda birga kichiklashyapti. Pul PNG'si ham shunaqa bo'lyapti. Undan keyingisi pul sochilgan PNG'si bor ekan bizda. Bu narsa qo'shilgan, ya'ni mana shu pul effektini ko'proq berishligi uchun, ko'rsatib berishligi uchun. Bitta yana vektor PNG qolib ketyapti teparoqda. Hammasi birga. Tochkalar bir xil joylashgan. E'tibor berayotgan bo'lsalaring, mana. Tochkalar bir xil holatda joylashgan. Mana bu sariq narsa nimaga o'tdi battan deyishinglar mumkin. Mana shu narsani motionini ko'paytirib berishlik uchun men foydalanganman. Bu narsani sizlar ham foydalansalaringiz ham bo'ladi, foydalanmasalaringiz ham bo'ladi. Bular kichraygan sari bu orqa tomon kattalashi kerak bular. Agarda mana shu holatda turadigan bo'lsa, bu mantiqsiz bo'lib qolardi. Shuning uchun mana shu narsadan foydalanganman. Va undan keyingisi videoda tugash qismi. Viloyatingizda birinchi qo'l distributor bo'lishingiz mumkin. Pastdagi havola orqali ro'yxat. Bu narsani ham green screen video qora bo'lgan. Pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tib, telefon raqamingizni qoldiring. O'zimiz sizga aloqaga chiqib, hamkorlik shartlari haqida batafsil ma'lumot beramiz. Xullas ko'rganinglardek, batda asosan qilingan ishlar video mazmuniga mos bo'lgan mahsulotlarni, PNG'larni, rasmlardan topish va u orqali tekstlar orqali va mana shu topilgan instrumentlar orqali video vizualini kuchaytirib berish bo'lgan. Demak, mana shu joygacha videomizni ko'rgan bo'lsangiz, sizga rahmat. Mana shu joygacha hurmat qilib kelib, aytaylik, vaqtingizni sarfladingiz. Xudo xolasa vaqtingizni sarflaganingizga yarasha ma'lumot bera oldim degan umiddaman. Mana shu joyda siz uchun kichik mahsulot tayyorlaganman, ya'ni darslik tayyorlaganman. Bu kimlar uchun deganda, mana shu narsalarni qanaqa qilib tayyorlash mumkinligini yana ham batafsil ko'rsatib bergan video darslik bu. Darslik bunisi pulli hisoblanadi. Tushungan bo'lsalaring, bugungi videolarimizdan xudo xolasa xulosamiz shunaqaki, video mazmunini yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Unga kerakli bo'lgan instrumentlardan ko'proq foydalanishimiz kerak. Mazmunini ifodalab beruvchi birol videolardan, PNG rasmlardan, animatsiyalardan foydalanish kerak. Bu motion harakatlarni ko'paytirib berishligi uchun kerak bo'ladi. Yana bir joyi qolib ketibdi. Hozir sizlarga eslataman, to'g'risi o'zimning ham esimdan chiqib qolibdi. Buni aytib qo'ymasam bo'lmasdi. Mana bu tekst animatsiyasini qanaqa qilib chiqarishlik mumkin? Hozir ko'rsataman sizlarga. Nimadir bera olgan bo'lsam, mendan nimadir ola olgan bo'lsalar, juda ham xursandman. Aytishim mumkin, bitta noldan yasab to'g'ri ko'rsatib bera olmadim. Juda ham vaqt ko'p ketadi. Vaqtlarda olgim ham kelmadi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, noldan yasash jarayonlari, buni video darsliklarini tayyorlab qo'yganman. Siz nimalarni o'rganasiz u darsliklar orqali. Agarda CapCut'ni bilmaydigan bo'lsangiz, noldan har bitta instrumentning vazifasini tushuntirib beriladi. Bu instrument o'zi nimaga kerak, qanaqangi vazifasi bor. Undan keyin o'zimning primer misolimda ko'rsatgan videolarni noldan yasalish jarayonigacha, mana yasab bo'lingan jarayonigacha ko'rsatib beriladi. Bu orqali siz o'zingizni videolaringizda ham ana shu narsani qo'llamoqchi bo'lsangiz, parallel ravishda qo'llaydigan bo'lsangiz, sizning videolaringiz chiroyli chiqishni boshlaydi. Undan keyingisi tekstlar bilan ishlashni o'rganasiz. Haligina aytganimdek, full touch videolar, ishodniklar, PNG rasmlardan foydalanishni o'rganasiz. Undan ham asosiysi sizlar uchun maxsus bitta guruh tashkil qilganman. Bu guruhda hamma instrumentlar bor. O'zim ishlatadigan instrumentlar, trendiy instrumentlar, musiqalar, sound effektlar, shriftlar, ranglar yo'q, chunki ranglarni CapCut qabul qilmaydi. Shuning uchun ranglardan foydalanilmaydi. Lut deyiladi, lutlari yo'q. Qolgan hamma narsani topsalaringiz bo'ladi, xudo xolasa. O'zim videolarimda ishlatadigan hamma narsani ana shu yerga tashlab boraman. Sizlar ham foydalansalaring, sizlarning ham videolaringiz qimmatroq ko'rinishda, chiroyli chiqishni boshlaydi. Agarda bu darsligimiz sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda havola qoldiriladi, Telegram admin havolasi qoldiriladi. O'tib bemalol so'rashingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tishdan o'zlari aloqaga chiqishadi.
Xudo xolasa bu kursimizdan sizlarga foydali bo'ladi. Bo'lmasa hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.